Hoji aka, Farg'ona shahrining markazidan xuddi shunaqangi yangi novostroykani kvartira xohlaganmiz. Bunday bo'lsa, bu kvartira aynan siz uchun. Ushbu kvartiramiz obzorini bir aytib siz bilan ko'rib o'tamiz. Hoji aka, ko'rib turganingizdek, uyimiz полностью neoklassik uslubda remont bo'lgan, hattoki eng mayda detallari, gilamlarigacha patsvet qilib zakazning qilingan. Bundan tashqari mana bu dekorativniy kartinalarni ko'rmaysizlar. Bundan tashqari soatlar ishlab turadi. Hattoki qandillari ham 2 xil, 3 xil diodda tovlanib turadi. Eng yangi oxirgi modellardan xudo xolasa ushbu uyimizda hoji ona, hoji otalarni olib kelib, bemalol duolarini olishlari mumkin. Hoji aka, ushbu uyimizni ayollarga bitta yoqadigan xususiyati oshxonasi bo'ladi. Oshxonamiz ham keng, qulay, shinam va hammasi zamonaviy texnologiyalar asosida qilingan. Ko'rib turganingizdek, kreslolar, hamma ko'rib turgan narsalar ham qoladi. Bundan tashqari uyimiz koridor kengligini qarang, hoji aka, mazza qilib aylanadigan koridor. Gilamlar to'shab qo'yilgan, dekorativniy manzaralar qilib qo'yilgan, hoji aka. Undan tashqari yosh bolalarimiz bo'lsa, yosh bolalar uchun bu yerda spalnis joylashgan. Ko'rib turganingizdek, spalnis ham juda ham chiroyli remont qilib qo'yilgan. Va spalnisning yana sizlarga qulayligi o'zlarining sanuzellari. Xudo xolasa egalari sanuzellarini tez orada bitirib beraman deyapti. Uyimiz xudo xolasa pat ключ qo'llaringga tegadi. Xo'p, spalnimizdan chiqqanda yana bitta garderobga ko'zimiz tushadi. Ushbu garderobda endi o'zlarining shaxsiy narsalari bor ekan ko'rsatmadik va bu yerda yosh kattalar uchun spalnimiz joylashgan. Spalnilarimiz ham har bitta detallari, hattoki qandillarigacha did bilan qilingan. Xudo xolasa aytayapti akamiz, olgan odam faqat maza qilib yashaydilar deyapti. Undan tashqari spalnimizdan chiqqandan keyin yosh kattalar uchun o'zlarining sanuzellari bor. Hoji aka, zerikib qolsangiz bormi? Zerikib qolsangiz shundoqqina bu yerga kelasizda. Va mana bu manzaralar maza qilib bahra oladigan joyga. Ushbu uyimiz ko'rib turganingizdek, hech qanday ish yo'q. Ko'rib turganingizdek, ushbu uyimiz hattoki o'zini saunasiga ega. Va ushbu uyimiz juda ham ideal kirib yashashga tayyor. Agar ushbu uyimiz narxida sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlar orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin.